Bahor qaytmaydi. Muallif O'tkir Hoshimov. Alimardon tez-tez yurib, orqa eshikdan ichkari kirdi. Qorong'u yo'lakdan o'tdi-yu uchragan hamkasblarining salomiga boshini bilinar-bilinmas qimirlatib alik olib, to'g'ri grimxona eshigini ochdi. Shoshilmasdan kiyindi. Yana chorak soatdan keyin Alimardon To'rayevning nomi zal ustida qanot qoqdi. U qarsaklar og'ushida torini ko'tarib sahnaga chiqib kelarkan, nimqorong'u zalga zimdan nazar tashlab qo'ydi. Odamlar siyrakligini ko'rdi-yu, negadir hafsalasi qaytdi. Shundoq bo'lsa ham, o'sha odamlarga tanish tabassumni chehrasida qalqitib chiqardi. Zal ustida tor sadolari parvoz etdi. Ketidan Alimardonning mayin ovozi yumshoq qanot silkitdi. U birinchi qo'shiqni yaxshi aytdi, lekin ikkinchisining avjiga chiqqanida nafasi qisila boshladi. Shunda ham qaysarlik bilan uchinchi ashulani boshladi. U nafasi bo'g'ziga tiqilib qolayotganini bilar. Peshonasi ter quyular, ammo qo'lida tor bo'lgani uchun artib ololmasdi. Bir amallab qo'shiqni tugatdi-da, parda orqasiga o'tdi. Konferensiya qiz endi navbatdagi qo'shiqni e'lon qilishga chiqib kelayotgan edi, jahl bilan shivirladi. Boshqasiga gal bering. Qiz hayron bo'lib to'xtab qolgan edi, jerkib berdi. Nega anqayasiz? Boshqa odam chiqsin. Konferensiya qiz tushundi. Shekilli tez-tez yurib mikrofon oldiga bordi. Mutal Qodirov, dedi u baland ovoz bilan. Qorachadan kelgan, jingalak sochli, ozg'ingina yigit Alimardonning oldidan o'tib sahnaga chiqdi. Alimardon sahna orqasiga o'tib ketayotgan edi, gulduros qarsakni eshitib to'xtab qoldi. Odamlar guvillab chapak chalib, yosh artistni olqishlashardi. Iblis. Alimardon parda orqasidan sekin mo'raladi. Mutal mikrofon oldida turib tomoshabinlarga yengilgina ta'zim qilardi. Iblis, dedi Alimardon yana pichirlab. U mana shu yosh bola o'zi bilan raqobat qila boshlaganidan g'azablanar. Uning Leningradda konservatoriyani bitirib kelganini, ajoyib ovozi borligini, odobli, bilimdon artist ekanini bilar. Alamdan qaqshar edi. Alimardon uning ovozini eshitmaslik uchun tez-tez yurib nimqorong'u yo'lakka chiqdi. Yonboshdagi xonani taqillatmasdan kirib bordi. Zufar Xodiyevichning boshini quyi solgancha stol ustidagi allaqanday qog'ozlarni kovlashtirib o'tirar. Uy ichi tamaki tutuniga to'lgan edi. Zufar Xodiyevich uni ko'rdi-yu, og'ir, kattakon gavdasini arang ko'targanday shoshilmasdan o'rnidan turdi. Keling, azizim. U Alimardonning qo'lini o'zining semiz, yumshoq kafti orasiga olib qisdi. Butunlay sog'ayib ketdingizmi? Alimardon o'tirmadi. Zufar Xodiyevichning tilla tishlariga tik qarab so'radi. Yaponiyaga qachon ketamiz? Zufar Xodiyevich hijolat chekkanday unga bir stol ustidagi qog'ozlarga qaragancha jimib qoldi. Bilasizmi, dedi anchadan keyin uzr so'ragan ohangda. Bizlar Mutal Qodirovni yozib qo'ygan edik. Nima? Alimardonning ko'ziga mana shu tor xona zindondek ko'rinib ketdi. O'sha yosh artistning qoracha chehrasi ko'z o'ngiga keldi-yu, alamdan tishlari g'irchilladi. Zufar Xodiyevichning gaplarini anchadan keyin eshitdi. Siz Boltiq bo'yiga bordingiz, boshqa respublikalarda bo'ldingiz. Yoshlarga ham yo'l berishimiz kerak. U bir lahza o'ylanib turdi-da qo'shib qo'ydi. 3 kundan keyin Tojikistonga guruh boradi. O'zingiz bosh bo'lasiz.
Alimardon shartta burildi-da, eshikni qarsillatib yopib chiqib ketdi. Ablah. U Zufar Xodiyevichning yuziga aytolmagan gapni pichirlab o'zicha takrorladi. Ablah. Allaqanday so'takka alishtirib o'tiribsanmi meni? Hali shundoq dodingni berayki, teatrni mensiz bir kun ham kun ko'rolmaydi. Shu ketgancha uyga yetganda o'ziga keldi. Darvoza peshtoqidagi chiroq yoqilmagan, derazalar zimiston edi. U qo'ng'iroq tugmasini uzoq bosib turdi. Ichkaridan sado chiqmadi. O'lib qolganmi bu? Alimardon g'azab bilan yana uzoq bosdi. Hamon sukunat hukm surar. Qor uyni ham, muqaddamni ham, hayotning o'zini ham og'ir yuki bilan bosib qolganday edi. Birdan uning esiga tushib qoldi. Kalitni topish kerak. Muqaddam u yoq bu yoqqa chiqsa, kalitni darvoza peshtoqidagi teshikchaga qo'yib ketguvchi edi. Alimardon qorong'ida timirskilab kalitning temir halqasini topdi. Tortib oldi-da, darvoza o'rtasiga o'rnatilgan eshikni ochdi. Qor bosgan yo'lakdan o'tib ayvonga, undan yotoqqa kirdi-da, chiroqni yoqdi. Uy ichi nurga to'ldi. Burchakdagi toshoyna, devordagi gilamlar yashnab ketdi. Divan, karavot bo'sh. Muqaddam yo'q edi. Qayoqqa dab bo'libdi? U o'z xonasiga o'tdi. Chiroqni yoqdi. Royal qopqog'i ustida turgan bir varaq oq qog'ozni ko'rib qoldi. Shoshilib bordi. Yulib oldi-da, egri-bugri qilib yozilgan so'zlarni o'qidi. Mardon aka, meni 7-ga olib ketishdi. To'satdan uning xayoliga yashinday fikr urdi. 7-tug'ruqxonaga ketgan. U mashinani garajdan olib chiqarkan pichirladi. 7. Qayoqda edi? Ha, Chilonzorda. Alimardon mashinani yeldirib ketdi. Qor tingan, ammo yo'llar ko'milib ketgan. Ko'chalar sirg'anchiq edi. U tug'ruqxona eshigiga yetib kelganda yarim kechadan oshgandi. Alimardon mashina eshigini qarsillatib yopib, yorug' nur tushib turgan eshik oldiga bordi. Oynaga yopishtirib qo'yilgan ro'yxatni shosha-pisha o'qib chiqdi. To'rayeva degan familiya yo'q edi. U shiddat bilan eshikni taqillata boshladi. Eshik yonidagi jajjigina darcha ochilib, oq xalat kiyib olgan semiz kampirning yuzi ko'rindi. Nima deysiz, bolam? Dedi kampir xasta ohangda. Bilib chiqingchi, To'rayeva nima bo'ldi ekan? Kampir Alimardonning iltijo bilan tikilib turgan ko'zlariga qarab rahmi keldi shekilli, darchani ochiq qoldirib burilib ketdi. Alimardon ancha kutdi. Sovuq kuchaygan, atrof jimjit. Uzoqlarda tramvaylar g'iqillaydi. Tunning qahraton sukunatini buzishga ahd qilganday nola chekardi. Anchadan keyin ichkarida ship-ship etgan qadam tovushi eshitildi. Alimardon toqat qilolmay darchadan boshini suqdi. Ha, kampirning semiz yuzi shodlikdan yorishib ketgan edi. O'g'il muborak bo'lsin, bolam. O'g'il, dedi u ovozi titrab. Hozirgina ko'zi yoridi. 16-palatada yotibdi. Alimardon titroq qo'llarini cho'ntagiga soldi-da, elashib chiqqan 25 so'mlikni kampirga uzatdi. Kampirning gaplarini eshitib ham o'tirmay, zinalardan chopib tushib ketdi. Mashinani g'izillatib uyga qaytargan yuragi nurli bir tuyg'udan to'lib toshgan edi. Otini Shavkat qo'yaman. Shavkatli kunlarimdan xotira bo'lsin, dedi u pichirlab. Ayol kishi bir beva qolganida, bir ko'zi yoriganda ko'ngli nozik bo'ladi deyishadi. Bir haftadan buyon dadasi bilan onasi goho lobar tug'ruqxonaga galma-gal kelib ketishar, ammo Mardon akasidan darak yo'q edi. Rost, u chaqaloq tug'ilgan kunning indiniga bir marta kelib ketdi. Muqaddam deraza oldiga kelib, hovlida turgan eri bilan imo-ishoralar qilib gaplashdi.
Alimardon xursand ko'rinardi. Boshidagi kubankasini yechib olib hadeb silkitar, jilmayar edi. Lekin o'shandan beri daragi yo'q. Qaysi kuni onasi ering Tojikistonga ketibdi deb gap topib keldi. Nima? Bir safar gastrolga bormasa birov urisharmidi? Uyda hech kim bo'lmasa, bu yoqda pahlavondek o'g'il ko'rgan bo'lsa, arzimabdimi? Palatadagi xotinlar muqaddam Alimardon To'rayevning xotini ekanligini bilib qolib har kuni surishtirishar. O'rtog'ingiz kelsa bizlarga ham ko'rsatasiz deb iltimos qilishar edi. Muqaddam deraza oldida tik turgancha shularni o'ylar. O'ylagan sari ko'ngli cho'kardi. Hovli qiy-chuv bo'lib ketdi. Muqaddam darpardani surib mo'raladi. Necha kunlardan beri bugun quyosh charaqlab ketgan, qor zarralari oftobning nurli kukunlariday yaraqlab ko'zni olar. Daraxt shoxlariga qo'ngan uchqunlar duv-duv to'kilib tushar. Pishiq g'ishtdan baland qilib o'ralgan devor tagidagi tepalikda bolakaylar chana uchishardi. Ana, bo'ynini ola-bula sharf bilan o'rab olgan qizaloq, ukasi bo'lsa kerak 5-6 yoshlardagi bolakayni chanaga o'tqazdi-da, tepalikdan itarib yubordi. Chana 3-4 quloch surilib pastga tushdi-yu, birdan yonboshga burilib ag'darildi. Bolakay mukkasidan yiqilib qorga dumalab ketdi. Bir amallab qordan chiqdi-da, opasiga o'girilib qarab yig'lay boshladi. Muqaddam uning do'mboqqina qo'llari bilan ko'zlarini ishqalashini ko'rdi-yu, zavqlanib kulib yubordi. Yuqoridan opasi chopib tushib, bolakayning telpakchasini yechib, qorini qoqa boshladi. Biror narsa va'da qilib ovutdi shekilli, ukasi hali yosh qurimagan ko'zlarini katta-katta ochib jilmayib qo'ydi. Mana, yana 4 yilmi, 5 yilmi o'tib, uning o'g'li ham xuddi shunaqa yiqilib, surilib katta bo'lib qoladi. Keyin jajjigina papka ko'tarib maktabga boradi. Undan keyin muqaddam shirin xayollar og'ushida huzur qilib deraza raxiga suyandi. Endi adasi ham insofga kirib qoladi. Ota bo'ldi axir. Avvalgi o'dag'aylashlarini tashlasa ajabmas. Shunday dedi-yu, unga ham qiyin axir. Ishi og'ir. Ko'pchilikning ko'nglini olsinmi? Ko'pchilikning ko'nglini olish osonmi?